Aziz yurtdoshlar, muhim bir yangilik aytishim shart. 9-mart kuni 19:00 da biz Moskvadagi ofisimizda Rossiyada ilm olib, o'zini proyektlarini ochib, kelajakda kasb egasi bo'lib yetishmoqchi bo'lgan yoshlarga yig'ilish o'tkazyapmiz. Agar siz ham Rossiyada ta'lim olib, kelajakda o'zingizni bizneslaringizni ochib yuritish niyatingiz bo'lsa yoki sizning farzandingiz shunday inson bo'lib yetishishni xohlasangiz, iltimos bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. 30 kishiga bepul o'zim maslahat, savollarga javob va universitet tanlashda yordam beraman. Hozir zamon o'zgaryapti, zamonni o'zgarganini o'zingiz kuzatib turibsiz. Kelajakda faqat ilmi bor, kasbi bor, kompyuteri, internetni, tilni bilgan insonlar unib o'sadi. Agar siz shular qatorida bo'lsangiz, keling, qo'shiling, yoziling, biz bilan birga bo'ling. Siz qachongacha patentga, saxirvada o'chiritga turasiz? Baharlarda açılgan boy çiçeğim, bağlarımga sochilgan boy çiçeğim. Baharlarda açılgan boy çiçeğim, bağlarımga sochilgan boy çiçeğim. Bu chiroyni aytgulim qaydan olding, yuragimga muhabbat kuyin solding. Bu chiroyni aytgulim qaydan olding, yuragimga muhabbat kuyin solding. Boy çiçeğim qora qosh, boy çiçeğim, yıldızlarda sochilgan boy çiçeğim. Boy çiçeğim qora qosh, boy çiçeğim, yıldızlarda sochilgan boy çiçeğim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. İskender'e hammani bir joyga yig'ib, sho'rva, osh, qo'y so'yiq, shashlik, somsalar, xullas hamma narsa bor. Hozir Xitoylarni chaqirib qo'yganmiz. Ularga suyagini beramiz. hamma joyda bosib olyapti lekin. Xitoylik qaynatamni boshlaymiz. Va kuchukni yashirib qo'yish kerak lekin. Xitoylik qaynatamni Aftab hayron boqqanida oy yuzingga, men turibman chorasiz kundayin kuyib. Aftab hayron boqqanida oy yuzingga, men turibman chorasiz kundayin kuyib. Boy çiçeğim qora qosh, boy çiçeğim, yıldızlarda sochilgan boy çiçeğim. Boy çiçeğim qora qosh, boy çiçeğim, yıldızlarda sochilgan boy çiçeğim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Bering. ovora bo'lmayapti. Endi uyga birinchi marta kelishimiz. Uy ko'rsin-da. Bo'ldi. Endi iftorga to'g'ri bo'lib qoldi. Ko'pmi bu yerda? Ya bo'ldi, bitta karotka bo'ldi. Bitta karotkada lekin bir ikkita bilan ko'p olmaydi. Mana. Bu tomonini oldim. Yosh yigitlarga berish kerak. Ha, Yo'qmi? yo'q. Aka, bundaqa olaylik. İyi odarat. Ekran böyleydi. Yo'q, nima? Azmijan davom etadi. Aka, hozir aka qo'shib turing lekin. Buni kim?
bag'ingdan sen qaraysan qo'shig'imla erkalab suysam yarim kulib menga bag'ingdan sen qaraysan qo'shig'imla erkalab suysam yarim sochlaringni taraydi shamol suyib tavaningni o'padi qorlar erib sochlaringni silaydi shamol suyib tavaningni o'padi qorlar erib aftab hayron boqqanida oy yuzingga men turibman chorasiz kundayin kuyib aftab hayron boqqanida oy yuzingga men turibman chorasiz kundayin kuyib Voy chechagim qora qosh, voy chechagim yulduzlarday sochilgan, voy chechagim Voy chechagim qora qosh, voy chechagim yulduzlarday sochilgan, voy chechagim Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim Elarim kelib video joydan. Reklaman tutib aytdim. Granitsa Moskva, Qozog'iston kirib chiqdi. Mana nomerlar. Bujon Sizda qanaqa reklama bor? Qizlar, ha? Sizda qanaqa reklama? Sizam granitsalik? Granitsalik aytdi qizlar nima topdi? Granitsa. Moskva, Qozog'iston. Oshirib oshqaganga, o'sha tashkil qilganga Hayotda li. Ha, liyam bor. Yo, конечно, bratım. Faqat komplektlar chiqadi. Nech pul? Pulni o'zida ayamayot kunlar 15 ming odam boshqa. Nech kunda bor keladi? 1,5 sutka. O'zi bor keladi. Ha. Bo'ldi, aloqaga chiqaringlar o'rtoqlar. Skitka nomim. Abbos nomini aytsa skitka. O'tkir aka nomini aytsanglar skitka. Men nomini aytsanglar, oldida o'tirib ketasiz. Yo, 2 barobar pul berasizlar. Eng ko'p eshitadigan bo'ladi. Charchamadingizmi? Azizim. Молодец, lekin красавчик. Yo'g'on, sizga ham rahmat. Sovg'a-ku bu. DJ bo'lib ketdingizmi? Самый настоящий уровень с ума сводящий, врач дальше он решает все. Какой